Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi huzuridagi Yoshlar parlamenti a'zosi Husnora Ahadovaman. Keling, bugun biz siz bilan eng birinchi fursat haqida gaplashsak. Fursat sizning nima? Men bolaligimdagi o'zimning tushunchalarim, bugungi kungacha xotiralarimdan eng sarasini sizlarga ilindim. Fursat sizning nima? Fursat men uchun nimalarni anglatadi? Rasmda e'tibor berayotgan bo'lsangiz, yosh qizaloq qo'ng'iroqni ko'tarib turibdi. Bu men uchun nimani anglatadi? Yoshligimda Samarqand viloyatining chekka bir tumani, Urgut tumanini 93-sonli umumta'lim maktabida 1-sinfga qabul qilinganman. 1-sinfda hammadan oldinda bo'lishga, yaxshi o'qishga harakat qilar edim, tabiiy. Lekin shunday vaziyat bo'lganki, sinf rahbarimiz bizga shunday shart qo'yganlar. Agar sinfda eng kim ko'p 5 baho olsa, hamma fanlarini 5 ga yopsa, ana o'sha o'quvchi so'nggi qo'ng'iroqda shu so'nggi qo'ng'iroqni chaladi degan narsani aytib o'tganlar. Hammamizda shunaqa orzu bo'lgan. Biz albatta shu qo'ng'iroqni chalishga intilardik. O'sha kun keldi. Lekin menga o'sha qo'ng'iroqni chalish nasib qilmadi. So'nggi qo'ng'iroq paytida yig'ladim. Uyga qaytib kelib, ota-onamga yig'ladim. Lekin u paytda fursat o'tib ketib bo'ldi. Endi men qaytadan o'sha maktabning 1-sinf bitiruvchisi bo'lmayman. Va keyingi yillar yana ham ko'p o'qiganim bilan 1-sinfga qaytadan kelib, hammadan oldinda bo'lib, ushbu qo'ng'iroqni chalishga imkoniyatim bo'lmaydi. Xuddi shu narsa bugungi kunda ham yodimda turadi va menga berilayotgan hamma imkoniyatlarni, shart-sharoitlarni o'z vaqtida foydalanishga turtki bo'ladi. Bolaligimda boy berilgan mana shu fursat men uchun hayotim davomida eng katta dars vazifasini o'tab berdi. Keyinchalik esa maktabni bitirganimdan so'ng oliy ta'limga kirish men uchun eng katta asosiy vazifa edi. Ota-onam yaxshi joylarda ta'lim olishim uchun, yaxshi sharoitlarda yashashim uchun o'sha qishloq joydan chiqib Toshkent shahriga ko'chib kelishdi. Menda yangi fursat paydo bo'ldi. Yangi shart-sharoitlar, imkoniyatlar paydo bo'ldi. Endi bu fursatni qo'ldan boy berishga haqqim yo'q edi. Shuning uchun ochlarcha kitob varaqladim. Ochlarcha harakat qildim. Shunday ibora bor. Siz bugun televizor ko'rib o'tirganingizda sizning tengdoshingiz ochlarcha kitob varaqlayapti. Men ham xuddi shu iborani o'zimga shior qilib oldim. Ta'lim sohasi albatta har bitta davlatni kambag'allikdan qutqaradigan, dunyo bozorlariga har bitta sohada, xohlang u tibbiyot bo'lsin, madaniyat bo'lsin, sport bo'lsin, davlatga investitsiyalarni olib kelish bo'lsin, hammasida asosida ta'lim turadi. E'tibor beraylik, so'nggi yillarda ta'limda qanday o'zgarishlar ro'y berdi. 2017 va 2025 yillarda oliy ta'lim qamrovi 42% gacha o'sdi. Bu albatta yoshlarimizning bilim olishlari, o'zlarining imkoniyatlarini, salohiyatlarini bemalol dunyoni raqobatbardosh sohalarda ishlash uchun sifatli inson kapitali sifatida o'zlarini ko'rsata olishlari uchun imkoniyat yaratib beradi. Ta'lim sifatini oshirish va oliy ta'lim qamrovini oshirish bo'yicha 2017-yildan 2025-yilgacha 42% ga o'sgan bo'lsa, oliy ta'lim muassasalari soni ham albatta oshishi aniq edi. Kvotalar soni oshdi, oliy ta'limlar qamrovi oshdi, davlat, nodavlat va xorijiy ta'lim muassasalari bugungi kunda faoliyat yuritmoqda. Oliy ta'lim muassasalari soni bugungi kunda 212 tani tashkil etadi. E'tibor bering, men aynan nima uchun oliy ta'lim muassasalariga to'xtaldim. Yoshlar tashkilotida aynan oliy ta'lim muassasalari bilan faoliyat yuritadigan bir xodima sifatida sizlarga fikrimni bayon qilmoqchiman. Ya'ni, oliy ta'lim muassasalarining faol a'zolari, iqtidorli talabalari bilan suhbatda juda ko'p bora duch keladigan savolimiz shunday. Ya'ni, oliy ta'lim muassasalari soni ko'paydi. Bugungi kunda O'zbekistonda
diplomli ishsizlar paydo bo'lib qolmadimi degan savol juda ko'pchilikni tashkil etadi. Tashkilotlar tomonidan so'rovnomalar o'tkazilganda esa talabalarning 80% qayerda ishlashi haqida bosh qotirar ekan. Ishsizlikdan qo'rqish ularni ruhiy salomatligiga ham ta'sir ko'rsatishi psixologik tomondan o'rganilib chiqilgan ekan. Demak, bizda shunday muammo bor. Oliy ta'limlarni qamrovi oshdi, talabalar soni oshdi, bitiruvchilar soni oshdi. Davlatimiz rahbari tomonidan 14-fevral sanasida yoshlar bilan ochiq muloqot o'tkazildi. Unda davlatimiz rahbari bu yilni ishsizlikka qarshi kurash yili deb e'lon qildilar. Demak, e'tibor berishimiz kerak bo'lgan yana ayrim jihatlar bor. Ishsizlikka biz qanday kurashamiz? Yoshlar ta'lim olishyapti, oliy ta'limni bitirishyapti, diplomni qo'lga olishyapti. Endi ularni ish bilan kim ta'minlaydi? Bu faqatgina davlat rahbarining muammosimi? Yoki o'sha farzandini o'qishga joylab, kontrakt pulini to'lab, endi esa qaysi ishga joylashni bilmayotgan ota-onalarning muammosimi faqat? Yo'q, endi unday emas. Chunki davlatimiz rahbari 14-fevral kuni bo'lib o'tgan yoshlar bilan ochiq muloqotda selektor tarzida o'tkazilgan hamma korxona tashkilotlar, oliy ta'lim muassasalari rektorlari yoki tegishli mas'ul xodimlarga shunday murojaat qildilar. Bizning safimizda xohlang u hokimlar bo'lsin, vazirlar bo'lsin, qaysi rahbariyat bo'lmasin, yoshlarni eshitmagan, ularni ishsizligiga qarshi kurashmagan xodimlar bizning safimizda emas deya takrorladilar. Demak, bugun yoshlarni barcha tizimlarda, barcha sohalarda rahbarlar eshitishadi. Oliy ta'limda e'tibor beradigan bo'lsak, juda ko'p yoshlar bugun aynan nima bilan band? Ular o'zlari xohlagandek ta'lim olishyaptimi? Ular shu ta'limga yarasha ertaga ish topa olishadimi? Til bilish darajasining qanchalik yuqori bo'lishi jahonda ularning ish topa olishi, ularni yaxshi inson kapitali sifatida ish topa olishlari muhim hisoblanadi. Shuning uchun ham davlatimiz rahbari tomonidan aynan yoshlarni xorijiy tillarni o'zlashtirish borasidagi yo'nalishlariga e'tibor qaratishlarini aytib o'tdilar. Shu bilan birgalikda chekka va olis hududlarda C1 sertifikatiga ega bo'lgan talabalarning ham borib o'zlarini tengdoshlariga til o'rgatishlari uchun yoki o'zlarini tengdoshlarini ish bilan ta'minlaganliklari uchun imtiyozli moliyaviy ko'maklar berilmoqda. Bu esa O'zbekiston 2030 strategiyasining aynan 32-maqsadiga to'laqonli mos keladi. Ya'ni yoshlarning bandligini ta'minlash va ularning ijtimoiy himoyalarini oshirish. 32-maqsadda yana shunday deyiladi: yoshlar bandligini ta'minlash va ularning ishsizlik darajasini 14% dan 11% gacha tushirish maqsadi ilgari surilgan. 14% dan 11% ni orasida 3% bor. Shu 3% ga e'tibor beradigan bo'lsak, juda ko'p oilalarni, juda ko'p yoshlarimizni hayotiy tarzini o'zgartirishga sabab bo'lishi mumkin. Juda ko'p yoshlarimizni jahon arenalarida o'zlarini ko'rsatishiga, o'z yo'llarini topishida, malakali kadrlar bo'lib yetishishida amaliy yordam bera olishimiz mumkin bo'ladi. Keling endi yoshlarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirishga qaratilgan davlat dasturlariga to'xtalsak. Ulardan biri Yoshlar daftari jamg'armasi. Yoshlar daftari har bitta mahallalarda, oliy ta'lim dargohlarida yoki maktablarda, bog'chalarda, hamma joyda ham yoshlarni qiynayotgan muammolar, ularni g'oyalari bormi, tashabbuslari bormi? Aynan g'oyalari va tashabbuslarini qanday moliyaviy jihatdan ko'maklashishimiz mumkin? Ularni o'rganib, moliyaviy ko'makni aynan biz ko'rib turgan Yoshlar daftari jamg'armasi tomonidan moliyaviy ko'maklashiladi. Bundan tashqari, nafaqat g'oya va tashabbuslari, balki mahallalarda ham ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan qatlamlar bor. Aynan ularga yordam berish maqsadida o'rganib chiqilib, moliyaviy ko'mak beriladi. E'tibor bering, hamma yoshni ham o'qimishli, olim qilish mumkin emasdir. Lekin ularni kasbga yo'naltirish mumkin.
aynan shu kasb hunarga o'qitish, ularni o'sha birinchi moddiy rag'batlantirish, ularga uskunalar, jihozlar olib berishni ham aynan shu yoshlar daftari jamg'armasi orqali qilib beriladi. Aynan shu ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan, hattoki o'sha o'zi birinchi qo'llab-quvvatlash uchun yoki haydovchilik guvohnomalarini olish uchun ham imkoniyati yo'q yoshlarimiz bo'lishi mumkin. Aynan ular uchun yoshlar daftari jamg'armasidan foydalanish uchun imkoniyatlar yaratilgan. Masalan, haydovchilik guvohnomalari yoki kasb hunarga o'rgatish kurslari yoki xorijiy tillarni o'rganmoqchi bo'lganlar uchun o'quv markazlarini pullarini to'lab berish yoki IELTS, SAT imtihonlariga to'lovlarni qilib berish yoki bo'lmasa hattoki o'zlarini tomorqalaridan foydalanish istagi bor yoshlarimiz uchun birinchi urug'larni ham yoshlar daftari jamg'armasi orqali olishlari mumkin bo'ladi. Ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan yoshlarimiz o'zlarini yo'lga qo'yib olib, o'zlarini bizneslarini, loyihalarini, tadbirkorliklarini boshlashlari uchun hamma imkoniyatni yoshlar daftari orqali olishlari mumkin bo'ladi. Faqat biz e'tibor berishimiz kerak bo'lgan bir jihat bor. 2 yil avval yoshlar parlamenti a'zosi sifatida Toshkent viloyatining Parkent tumaniga o'rganishlarga chiqdik. O'rganishlar davomida shunday holatga duch keldik. Yoshlar daftarida ro'yxatda turadi. Bir martalik yordam pulini olgan, ishlatib bo'lgan, ehtiyojlarini qondirgan qaysidir ma'noda. Lekin yana qayta kelib, menda shunday imkoniyat olishga haqqim bor, menga yana qaytadan berasizlar deyishga yoki bo'lmasa yoshlar daftaridan ro'yxatdan chiqishga intilmayotgan, o'z ustida ishlamayotgan yoshlarni ham ko'rdik. Yana shunday holatlarga duch keldik. Yoshlar daftaridagi imkoniyatlardan foydalanish uchun yosh chegarasidan o'tgan bo'lsalar ham yoshlarni kichikroq ko'rsatishga harakat qilib, qaysi yo'l bilan bo'lmasin shu davlatdan berilayotgan tayyor pullarni o'zlashtirish uchun harakat qilayotganlar ham yo'q emas. Albatta imtiyozni o'zini yo'nalishlari bor. Bir martalik yordam pullari bor. Ulardan faqat bir martalik degan so'ziga haqiqatdan ham ko'nikayotganlar bormi oramizda? Bu imkoniyatlardan to'g'ri va samarali foydalana olyapmizmi degan savolni biz albatta birinchi bo'lib o'zimizga berishimiz kerak. Ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p agressiv fikrlar yoki noto'g'ri yondashuvlarni asl boisi yoshlarning bugungi imtiyozlardan xabardorlik darajasini pastligidanmi yoki imtiyozlardan o'zlari to'laqonli foydalana olmayotganliklaridanmi? Biz shunday holatlarga duch kelib, juda ko'p tahlillar qilganimizda yoshlar bugun aynan shu shart-sharoitlardan foydalanib, boqimandalik kayfiyatiga uchrab qolmayaptimi degan savolni o'zimizga berdik. Yoshlar uchun har bir jabhada imtiyozlar, shart-sharoitlar yaratib berilmoqda. Keling endi yoshlar daftarini yanada takomillashtirish bo'yicha davlatimiz rahbarining topshiriqlari bo'ldi. 14 fevralda yoshlar bilan ochiq muloqotda. Bundan tashqari yoshlarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish maqsadida juda ko'plab dasturlar e'lon qilindi. Ulardan yana biriga to'xtalmoqchiman. Ya'ni Yorqin kelajak dasturi. Yorqin kelajak dasturi aslida nima? Yorqin kelajak dasturi chekka hududlardagi, olis hududlardagi yoshlarni ham ta'lim olishlari uchun imkoniyatlar yaratib beradi. Bu qanday amalga oshiriladi? Davlatimiz rahbari shunday bir iborani qo'lladilar. Endi O'zbekistonda yashovchi har bitta oilada eng kamida bir nafar farzandi oliy ta'lim dargohlarida o'qishi va oliy ma'lumotli bo'lishlari shart degan vazifani qo'ydilar. Va ularning kontraktlari, ularga ketadigan sarf xarajatlarini davlat tomonidan Yorqin kelajak dasturi orqali to'lab beriladi. Kambag'allikdan qutulishning eng asosiy omili bu albatta ta'lim hisoblanadi. Bu bizni keyingi bosqichlarga o'tishimizda oliy ta'lim muassasasini bitirgandan keyin magistratura, doktorantura sohalarida ham o'z ilmiy faoliyatimizni davom ettirishimiz uchun turtki bo'ladi. Keling yana bir ma'lumotlarga to'xtalib o'tsak. Bugun qizlar uchun qanday imkoniyat yaratib berilmoqda? Qizlarga qanday shart-sharoitlar bor? Oliy ta'lim dargohlarida bakalavriat bosqichini tamomlagan qizlarni magistraturaga tekinga davlat hisobidan to'lab berish evaziga qabul qilinishyapti. Yana bir raqamlarga e'tibor beraylik. So'nggi yillarda magistratura bosqichida bepul ta'lim olayotgan qizlarimizning soni
11 karraga oshdi. E'tibor bering, bu juda ko'p sonlar, raqamlar. Agar biz bir qizni o'qitsak, biz bir oilani, jamiyatni o'qitgan bo'lamiz deb ta'kidladilar davlatimiz rahbari. Albatta bu biz uchun katta imkoniyat. Mana shuncha shart-sharoitlar, imkoniyatlar O'zbekiston 2030 strategiyasi doirasida amalga oshirilyapti desam, mubolag'a qilmagan bo'laman. 2025-yil 14-fevral biz uchun tarixiy kun. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti yurtimizdagi faol yoshlar bilan ochiq muloqot o'tkazdilar. Prezident yoshlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash borasida 3 ta muhim hujjatni imzoladilar. Keling endi shu 3 ta muhim hujjatga batafsil to'xtalsak. Bu hujjatlarning yoshlar hayotini o'zgartirishga qanchalik ahamiyati bor? Birinchi hujjat, bugungi kunda yoshlarimizni tadbirkorlikka kirib kelishlarida qanday to'siqlar bor? Ularni aynan nimalar qiynayapti? Moliyaviy ko'mak berish qay darajada yaxshi shakllandi? Aynan shu borada birinchi hujjat javob beradi. Yoshlar ishlari agentligi qoshida yoshlar bizneslarni, tashabbuslarini, loyihalarini qo'llab-quvvatlash uchun jamg'arma tashkil etiladi. Aynan bu jamg'armaga esa 100 million dollar pul ajratib berildi. Endi yoshlar o'zlari biznes qilishlari uchun mablag'larni qayerdan topishlarini bilmasdan yurishmaydi albatta. Yoshlar ishlari agentligining qoshida shu jamg'armaga murojaat qilib, o'zlarining bizneslarini rivojlantirishlari yoki yo'lga qo'yishlari mumkin bo'ladi. Ikkinchi hujjat. Bugun oliy ta'lim dargohlarida juda ko'plab yoshlarimiz tahsil olishmoqda. Ularning g'oya va tashabbuslarini loyihaga aylantirish uchun esa Milliy bank asosiy tayanch vazifasini bajaradi. Ya'ni oliy ta'lim muassasalarida endi bank xodimlari ham faoliyat yuritadi. Milliy bankning xodimlari oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan yoshlarni, talabalarni g'oya va tashabbuslarini endi loyihaga aylantirish uchun moliyaviy ko'mak berishadi. Milliy bankka aynan bu tizimni yaratish uchun oliy ta'lim dargohlarida yoshlar bilan ishlash uchun ularga ham 100 million dollar pul ajratib berildi. Endi oliy ta'lim dargohlarida hokimlar, oliy ta'lim muassasalari rektorlari va Milliy bank xodimlari, korxona tashkilotlarining rahbarlari hamkorligidagi komissiya tuziladi va yoshlarning g'oya va tashabbuslari aynan shu komissiyada ko'rib chiqilib, ularga moliyaviy ko'mak beriladi. Endi 3-hujjatga to'xtalamiz. Aloqa bank. Aloqa bank davlatimiz rahbari tomonidan yoshlarni biznes va tashabbuslarini qo'llab turadigan asosiy tayanch bank sifatida e'tirof etildi. Va Aloqa bankiga esa 200 million dollar pul ajratib berildi. Yoshlarni har qanday g'oya va tashabbuslari endi loyihaga aylantirilishi uchun moliyaviy ko'mak Aloqa bank tomonidan ajratilib beriladi. Prezidentimizning yoshlar bilan bo'lib o'tgan ochiq muloqotida shaxsan o'zim ham ishtirok etdim. Va bir jihati e'tiborimni tortdi. Prezidentimiz tomonidan berilayotgan tashabbuslarni, imkoniyatlarni yozishga hattoki bloknotimning varaqlari ham yetmadi. Yozdim va bloknotning eng oxirgi varog'iga kelib qolganimni oxirida sezdim. Demak, biz uchun imkoniyatlar, shart-sharoitlarning bugungi kunda qanchalik ko'pligini o'sha yerda o'tirib his qildim. E'tibor bering. Shuncha shart-sharoit bor. Imkoniyatlar bor. Hammaga teng berilmoqda. Yoki Toshkent shahriga alohida, yoki Samarqandga alohida, yoki Buxoroga alohida berilayotgani yo'q. Hamma viloyatimizga teng miqdorda taqsimlandi. Lekin e'tiborimizni tortadigan bitta jihat bor. Buxorolik Parviz degan bola 1600 ball to'plab SAT'da eng yuqori natijani qayd etdi. Farg'onalik Azizbekning Garvardga 100% grant asosida o'qishga qabul qilinganligi. Nafaqat Azizbek, balki bugungi kunda mingdan oshiq yoshlarimiz top 100 talik universitetlarda tahsil olayotganligi. Bugungi kunda xorijda tahsil olayotgan, top 100 talik universitetlarga qabul qilingan va bugunda xorijda o'zlarini ilmiy faoliyatlarini davom ettirayotgan talabalarning el-yurt jamg'armasi tomonidan xarajatlarni to'laqonli qoplab berilishi yoki umuman bugungi kunda juda ko'plab yutuqlarga erishayotgan yoshlarimizning
e'tiborga olib qaraydigan bo'lsak, asosida albatta prezidentimizning yoshlarga bergan imkoniyati, bugungi kunda yoshlarga qaratilayotgan e'tiborlarning natijasi yoki yoshlarga oid davlat siyosatining mevasi hisoblanadi. 2020-yilda davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan 2 palata huzurida yoshlar parlamenti faoliyati yo'lga qo'yildi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi huzuridagi yoshlar parlamentining a'zosi sifatida shunday deya olamanki, bugun yoshlar o'zlarining fikrlarini, takliflarini bugun parlament minbarlarigacha olib chiqish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Demak, yoshlarning parlamentda o'z ovozi bor. Yoshlar parlamenti a'zolari yoshlar bilan tengdoshga tengdosh tamoyili asosida faoliyat olib boradilar. Masalan, yoshlarning ichida qanday muammolar bor? Ularni bugungi kunda nimalar qiynamoqda? Ishsizlik darajasi deymizmi yoki ijtimoiy himoya masalalari deymizmi? Qay jabhaga to'xtalmang, yoshlar bilan ochiq muloqot qilib, ularga o'zlarining fikrlarini bayon qilishadi. Yoshlar parlamenti a'zolari esa qonunchilikka shularning asosini o'rganib, tahlil qilib, takliflar berishadi. Biz yoshlar parlamenti a'zolari O'zbekiston 2030 strategiyasining 32-maqsadi yoshlarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish va ishsizlik darajasini kamaytirish yo'lida amalga oshiriladigan ishlarni biz ham o'zimizga vazifa qilib oldik. Bugun biz yoshlar kutgan fursat keldi. Bugun biz uchun hamma shart-sharoitlar, imkoniyatlar mavjud. Biz faqatgina ulardan oqilona foydalanib, O'zbekiston 2030 strategiyasida ko'zda tutilgan barcha maqsadlarga birgalikda erishishimizga ishonaman. Rahmat.